eshiklari elektron ochiladi. Esingizda bo'lsa, boshida 188 ming CIP O'zbekiston berardik. Undan keyin 175 ming dollar bo'ldi. Ana endi CIPsiz bojxona to'lovisiz bor yo'g'i shu apparatni 170 ming dollarga olsanglar bo'ladi. Ночной видение, облицовка подсветкасы va legendarniy Cadillac Escalade V seriya. CIP narxini bermaganimizning sababi bunaqangi darajadagi avtomobillarni samolyotga ortish maqsadga muvofiq bo'ladi. Uning narxi esa bor yo'g'i 13 ming AQSh dollari bo'ladi. Va nasib qilsa 3-4 kun ichida o'tgan safargi mijozimizga o'xshab bexavotir o'zingiz aeroportdan kutib olasiz. Cadillac oilasining eng katta va eng chiroyli satin grafit rangidan bo'lgan diskalarida. Aslida oluvchiga qizig'i yo'q, lekin juda ko'pchilik so'raydi. Yoqilg'i xarajati yurishiga qarab bor yo'g'i 25 litr atrofida bo'lishi ham mumkin. Interyer har doimgidek premiumli nappa ko'jalarda, 36 dona premiumli AKG akustikalari, panorama va alkantarasi bilan. Eshiklari elektron ochiladi va yopiladi. Rulida indikator, ya'ni Super Cruise sistemasi ham mavjud bo'ladi. Qaytarib aytaman, 3 tonnaga yaqin bo'lgan og'irligi bilan to'g'ri 6 sekundda 100 ga chiqish uchun superchargerning motori bo'ladi. Bu qo'lda yig'ilgan 6.2 объем motori va образный 8 silindr 682 ot kuchi 890 atrofida Nm bo'ladi. Bu dahshatli xarakteristika degani.